Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugungi xizmatimiz Xudo xohlasa o'rganishda va men Shoira bilan birgalikda shuncha oila obrazni yaratdik. Giyim emas, Istanbul Sovqardagi eng sevimli butiklarimdan birisi. Va bugungi kunimiz nima ajoyib bo'lib o'tadi. Bizga kuzatishda davom etinglar.
endi qiynama ado qilding ku mani kuydirding yomon mani suydirding yomon mani yetar endi qiynama ado qilding ku mani Hammaga assalomu alaykum. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Salondan chiqdim yana. Bugun Xudo xolasa bismillahdan xizmatlarimizni boshlayapmiz. Bugun ham Urganchda ham Xivada xizmatimiz bor. Makiyajim har doimgidek Shoiragul. Va bu Istanbul shopdan. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bugun bizning kuzatishda davom etinglar. Bugun qizim ajoyib kun bo'ladi.